Marvel va DC birlashuvi. 2003-yilda Marvel hamda DC tomonidan ishlab chiqarilgan Adolat ligasi va Qasoskorlar komiksida DC olamidagi Krono boshqa bir olam mavjud ekanligini bilib qoladi va bu olamni bosib olmoqchi bo'ladi. Marvel olamidagi Grandmaster unga urush o'rniga musobaqani taklif qiladi. Natijada Qasoskorlar hamda Adolat ligasi o'rtasida turnir bo'lib o'tadi. Dastlab qahramonlar bir-birlarini dushman deb o'ylashadi. Komiks davomida haqiqat yuzaga chiqadi. Krono aslida bu ikki olamni yo'q qilib yuborishni rejalashtirgan bo'ladi. Shundan so'ng qahramonlar birlashib Kronoga qarshi jang qiladi. Hal qiluvchi jangda Krono Torni yerga qulatadi. Superman esa Torni bolg'asi va Kapitan Amerikani qalqonini olib Kronoga qarshi jang qiladi. Ushbu holatga ijodkorlar favqulodda vaziyat sababli Odinning sehr kuchi kamaytirilgan va shu sababdan Superman Torni bolg'asini ko'tara olgan deb izoh berishgan. Komiks so'ngida Krono mag'lub bo'ladi va qahramonlar o'z olamiga qaytadi. Bu Marvel va DCning birinchi hamkorligi emas. Ular 1996-yilda ham hamkorlikda komiks ishlab chiqarishgan. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, kommentariyaga qiziq deb yozib keting. Kelgusi video mana shu haqida bo'ladi. Qiziq bo'lsa